Qora choyga tezlash faqat. Jinnim bo'lganmisan? Bunaqasi bo'ladimi mana? Yoqdimi? Muomalasi tuzatsa, san hurmat qilish o'rgansin, e'tibor qilish. Ustunga issiq choy to'kilmaydi. Shustri bo'lish kerak. Lallaysa maydor emasman-ku. Chiroyli muomala qilib, bular inson haqiqat qiladi. Boruriydi, bu siz anaqa qilmang. Sizlar joyda o'tiribsiz. Cho'miladigan suv. Men to'kdingmi, cho'miladigan suv bu. Bu bizning qo'limizda ishchi bo'lsa, nima haqqimiz bor ustoz javob qilishga? Ko'p katta xato uyalmaysizmi? Bu joy bizniki. Meni menga xizmat qilmayapsan? Nima ayting opajon, qildim-ku. Turing bizning joy. Yo'q, choy ham yo'q, oshna ham yo'q. Meni ovqatim pulini Biz milliy bozorda ishlaymiz. Yo'q, nima qilmang, mehnatim halol qilib olaman. o'zing bilasan, yaxshi qol. Keling opa. Assalomu alaykum. Qani keling aka. Mana shu ham. Ha, mana shu yerga keling. Erkaklar oldiga o'tirmayman, aqli joydan. Shu yerga o'tirasiz. Nechun? O'tirsam maylimi? Keling o'tiring. Mana aytsan. Qora choyga tezlash faqat. Chayilganmi? Chayilgan. Chayilganda shuncha suvmi? Qo'y. Nima ovqatinglar bor? Hamma ovqatimiz. Nima yeysiz? Mastava bor? Lag'monchi? Bor. Hozir o'rtog'im kelsin, o'zim chaqiraman. Hop, borur. Emay qara. Nima choying bunaqa? Ha? Juda qorayib ketgan. Qaynoq suv solib ustiga. Qanacha? Chaqirasiz ekan-ku. Chaqiraman ekan-ku. Qumrigul. Baxtga. Kosani yuvib tozalab olibdi, xo'pmi? Maylimi? Papa yo'q. Kosani yuvib ket faqat. Hop. Qumri. Qumri nima desang? Choying yangila. Hozir. Choying qara muzlab qolgan. Qo'yib ket. Jinnim bo'lganmisan? Spesialni qilyapsanmi? Uzr opa. Bor anaqa. Nima edi Siz kechiring. Bor nima edi otdi? Kechiring opa. Qara. Kechiring bo'ldi. Endi bu anaqa qilmada mana. Bunaqasi bo'ladimi mana? Yoqdimi? Qanaqa ekan? Yaxshi. Qo'ying opa, kechiring. Bor lattangni olib. Kechiring Menga mumkin-u, senga mumkin emas. Kechiring opa. Kechiring opa. Bor olib kel lattani. O'zing aniq yasama. Yo kuydiraymi seni? Yo'q, kechiring opa. Bo'l, bor lattangni olib kel. Yomon yulqa ekansan, ha? Ber bu yoqqa. Senga yo'q qara. Bir soatdan beri o'ralashasan. Choy berib chiqadi menga qizim. Bizga qaraysiz. Qani limon choyingiz bor. Qatiq qaynab. Oyog'imni kuydirding, qara. Kechiring opa, bilmay to'kilib ketdi. Qara. Qani bunaqa muomala qilasiz. Bunaqa sho'rva ovqat quyib bering. Musulmonchilikka to'g'ri keladi. Ha? Voy, inson bola chaqa boqaman. Nima bu bunaqa muomala? Bunaqa muomala qilasizlar. Sizlar osmonga tushgan farishtamisizlar. Ishchilarlar yerdan Ovqat chiqqan. quyib berasiz. Biz o'zbekmiz, bir-birimizdan qadrimizga Mana To'g'risi-hamdi. Bunaqa muomala. Ha? Bu nima muomala? To'g'ri muomala qilish kerak. Bir-birini hurmat qilish kerak. Men mehroq boshqa yo'qolib ketadimi? Musulmonchiligi to'g'ri keladi. Hech qachon to'g'ri kelmaydi. Bu muomalasini qarang. Yo'q, muomalasini tuzatsa. San hurmat qilish o'rgansin, e'tibor qilish. Ustunga issiq choy to'kilmaydi. Bechora bo'lsa o'ziga uyda o'tirsin. Mantiga bechora degan tabletkani, unaqa oz tabletkani ol. Ikkita mashina kelganda rahmat de. Men klientman, hamisha haq. Rahmat. Sizlar bechora ekan deb nima endi siz choy siz bermayman o'zim. Puling to'layapmanmi qilasan? Rahmat opajon kelgan. Yana narsani qattiq qo'shib, kelin bu ana qilsa qaynamasangiz kerak. Endi to'g'rida opa, ustimga choy to'kib yubordi. Emillab ish qiladi. Kechiring opa, bilmay Choy haqqingni beraman, choy chaqang, chiroyli qilib beraman. Rahmat. kechiring opa, rahmat. Rahmat.
uncha lallayasan, uncha lattasan. Opa bugun ishga keldim endi-da. Mayli, bo'ldi ketaver. Yo'q, lallay emasmi? Xola hayot lallayganniki emas, hayot. Shustrik bo'lish kerak. Lallaysa men aybdor emasman-u. Lallaysa men aybdor emasman-u. Lallayadi. Bugun ishga keldi-da, opasi. Ha, mayli. Kechiring opa, Ishga keldi, opasi. Endi yordam ber. shustrik bo'lgin. Men senga aytayman, shustrik bo'lsang pul topasan. Qilyapti. Senga qo'yapti. Bir soat bo'ldi, ovqat olib kelmaysan, boshqa qilmaysan. Qattiq birov ishlasang pul topasan. Andak hayot unaqa sanaqa qilgandek emas. Tushunding? Mana kechiring. Muomalaga keldim. O'zingizga keldim. Xizmat qilyapti, o'sha biladi mana anaqamni. Shotimni ham o'sha yeb o'tirganim. Qani qumri? Hop. Yaxshilar. Tozaladi. O'shama telefonni. Qora choy olib kelib, yerlarni yuvib ha bor. Mana suvni qara. O'shancha yuvib normal olib kelgan. Yuvib normal olib kelib qilyapti-ku, yana nima qilsin? Choy solmasdan damlagan-ku bu. Choy solmasdan damlabsan. Choydan soldim. Solmasdan damlagansiz bunga. Choy soldim. Choy soldi, chiqishini kutish kerak ozgina. Shunaqa bo'ladi. Chiroyli muomala qilsangiz, chiroyli muomala qiladi bu ham. Razvedda choymi shu? Choy, shu choy. Men pul beryapman ularga. Yetib beraymi pulni yoki? Nima? Yetib beraymi ikkiga bo'l. Nimaga endi yetib kerak? Chiroyli muomala qilavering, chiroyli bo'ladi. Shu choy qaytarsa chiqadi, dam oladi, birpas tursa dam oladi, chiqadi. Chiroyli bo'ladi, opa. Chiroyli muomala qiling, bu ham inson. Haqiqat qiladi. Boravering deb siz anaqa qilmang. Siz bilan joyda o'tiribsiz. Borur. Ikkita ana toza piyola olib kelganda bor. Sen lo'q bo'lsang men aybdorman. Choymi shu? Choying yangilar yoki yo'qot? Choy soldim. Siz lallayib, o'zingizga защитник olib kelguncha menga anaqa qiling. Choyni normal olib keling. Qani har doim ovqatlanaman deb aytdi. Yangi keldimi bu? Yangi keldimi bu? Men o'zim tushuntirib qo'ymoqchi unga. Cho'miladigan suv. Men to'kdingmi, ana cho'miladigan suv bu. Opajon kechiring dedim. Kechiring so'radim-ku, kechiring. Xotin bor. Choy to'kding. Kechiring oyoqni. Tayyor ekanmi? Ovqat. Yarim topgu. Ishtaxali bug'ding. Boshqa kamchiliklar yo'q. Boshqa kamchilik yo'q, qanaqa kamchilik? Qanaqa kamchilik? Men tushunmadim. Bu bizning qo'limizda ishchi bo'lsa, nima haqqingiz bor buni ustidan javob qilishga? Mana ichyapsiz, boshqa qilyapsiz. Meni kuydirdi. Nima kuydirib nima qildingiz? Meni kuydirdi. Men noto'g'ri ish qildim. Menda hamma mana turistlar kelyapti, milliy ovqatimiz hamma maqtayapti. Nima haqqingiz bor? Meni kuydirmasdi. Mana bu endi bunaqa qilib choy ustidan sepib bunaqa qilishingiz kerak emas. Katta xotin uyalmaysizmi? Bu joy bizaniki. Обществоga joy so'lanadi. Bunaqa qilishyapti qilgani. Bular ishlayaptilar bizning qo'limizda. Uy oila boqyaptilar shuni orqasidan. Uyalmaysizmi? Yosh bo'lgani Yo'q, men bechora bo'lsam aybdor emasman. Endi siz muomalangiz to'g'ri kelmayapti deyishyapti. Muomalangiz to'g'ri kelmayapti. Odam ekan. Tashavotdi. Jamoat qilmaysiz. Turing bizning joy. Yo'q, choy ham yo'q, boshqa ham yo'q. Meni ovqatim pulini Yo'q, haqqingiz yo'q sizda. Biz milliy bozorda ishlaymiz. hosillarga Normal nima qilinadi? Bunaqa qilmang. Men pulni beryapman, choyimni beryapman. Mana buni ham pul to'lashyapti, chiroyli yeyishyapti. Hurmat qilib, yo madaniyatli odamlarga ovqatlanib ketadi. Narsa yo'q. Yo, sen qumrimni men aybdor emasman. Sen bechora yo'q bo'lgansan. Yuring. Normaliya xizmat qilsin, pulini olyapti. Nima menga xizmat qilmayapsan? Qilaman, ayting opajon, qildim-ku. Kechiring opa. Odam olib kelib, Yo'q opajon, kechiring. 2 barobar to'layman, дважды xizmat qilasan, xo'pmi? Opajon, halol ishlayman, hammaga bergandek bersin. Ma, Kamchiliklar bo'lmadimi? Kamchilik, polni kamchilik, ma. Yo'q, Mendan senga shu. yo'q. Nima qilmang, mehnatim halol qilib olaman. Men
Вообще. Yo'q, O'zanga. qilib olaman. Opa, qo'ying. O'zanga. Всё. Qo'ying, opa. Olmaysanmi? Qilib olaman. Ja, g'ururing osmondaqa. Olmanmini? Shuncha yuribsanmi? Endi mehnatimizga yarasha olamiz. Olmaysanmi? O'zing bilasan. Yaxshi qol. Assalomu alaykum. Voy, bo'lmadi, men bilmayman. Yaxshimisizlar? Bu rolida O'zbekistonda hali ham insongarchilik, ayollar qadri qimmati, ishchilarga hurmat, xursand bo'ldim. Agar odamlar e'tibor qilmaganima xafa bo'lardim. Rahmat sizga. Ichingizdan qanaqa narsalar o'tdi siz ofitsiant ko'rilayotganda? Albatta, meni nafratim yuqori ketdi. Judayam yaxshi. Rulligini bilmadim, lekin omadinglarni bersin. Salatingizga salat qo'shilsin. Aslini olganda bizning niyatimiz O'zbekistonda va qolaversa butun dunyoda ayollar qadri qimmatini balandga ko'tarish hamda insoniylik hali o'lmaganini isbotlash. Mana qahramonimiz e'tibor qilmagancha rahmat kattakon hammaga. Mana o'sha Chorsu bozoridagi mashhur xonimcha ayol ham bugungi kunda ko'rsatuvimiz qahramoni hamda ular ham bebar bo'lmadi. Kattakon rahmat. Rahmat, sog' bo'ling. Xonim yeb ketdinglar. Xo'p bo'ladi. Bilishimizcha siz Chorsu bozorining ovqat nimasida siz ish yurituvchi ekansiz va bunday holatlarga doim duch kelasiz va o'zingizning fikrlaringiz. To'g'ri ko'p bo'lib turadi. Mana misol uchun bugun ham bo'ldi. Obed paytida bizda odam ko'p vaziyat bo'ladi. Ulgurolmay qolamiz. Yo ovqatlarni adashtirib qo'yishimiz mumkin, choy damlashdan yoki odamlar besabrlikdan bo'lib qolishi mumkin. Shunda bizlarni ham ko'p xafa qilib ketishadi. Yana foydalanadiganlar borki, qochib ham ketishadi. Yeb ichishadi, ovqatlanishadi, qochib ham ketishadi. Qaysidir ovqatchilar mayli bizga to'lattirmaydi, lekin kimdir xafa bo'ladi. Yonimizdan to'lab ketishga majbur bo'lamiz. Demak, o'sha xo'randalar tarafidan ayol ishchilarga va erkak ishchilarga mana shu behurmatlik qilgan holatlari ham bo'ladi. Bo'ladi, unaqalar ko'p. Odamlar juda Shundan, shukur qilishmaydi. Hatto keladi narsa aytadi, 1 minut oldin muhayyo bo'lib qolish kerak. Hatto uyda ham shu narsa bo'lmaydi. Odamlar voyshe besabr bo'lib ketishgan. ulgurolmay qoladigan vaziyatimiz bo'ladi. Do'qib tashlashadi. Men siltalab xafa bo'laman, yig'layman kimgadir. Yo'q, so'kmayman, to'g'risi. Menim endi bo'ladi, to'g'risi. Loyihatsizlik, ko'cha og'ir so'zlar bilan ham haqoratlab turishadi, bo'ladi. Kechki payt vaziyatda keyin o'zimiz yig'lab, ozgina ichimizdan chiqarib olamiz. Narsa ko'pchilikga zerikkanidan kelib, masjidga kelib odam asabini buzib, Puliga ovqatlanayotgani uchun berib ketishadi, bo'ladi. Demak, bugungi olgan ijtimoiy sotsial eksperiment to'g'ri olindi va inson qadri buni nima deb qabul qilasizlar? To'g'ri deb qabul yaxshi narsa tushunaman. Lekin baribir har bir odam o'z g'ururi bor, bir-birini himoya qilish degan narsasi bor. Baribir insonmiz-da, bir-birimizga hurmat qilib. Mana bitta narsani so'rayman, shu uydagi oila a'zolarini qanday hurmat qilsa, baribir biz ham bu yerda ishlayapmiz, bizani ham shunaqa vaziyatda hurmat tushunib turishini xohlayman-da. Shuna vaziyatda. Ona keling, opa keling kutib olamiz. Kelgandan keyin bizga ham muomala qilsa Yoqmaydi. Xafa bo'lamiz. Demak, biroz aytishimiz mumkin, inson bo'lib keldik va inson bo'lib ketaylik desak to'g'ri bo'ladi. To'g'ri, shunaqa. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bugungi hamkorlik uchun alohida minnatdorchilik bildiraman. Rahmat. Aslini olganda bu singlimiz biza tomonimizdan rolik uchun maxsus uyushtirilgan. U kishini o'zining ruxsatlari bilan bugungi ijtimoiy rolikni oldik. Emasman, xursandman. Endi odamlar qanday ishlashlarini, qanday mehnat qilib pul topishlarini bildim. Lekin hamma birdek ekan, hamma birdek bo'lsa, hamma o'zini joyida bo'ladi deb o'ylayman. Sizga ham rahmat, hayotda qanaqaligini bildim. Men uzr so'rayman, hayot aslida ko'zgu. O'sha ko'zguda o'zingizni ko'rasiz. Yomon bo'lsangiz ham, yaxshi bo'lsangiz ham aytishadi-ku, hayotni chiroyli narsa kutsang, chiroylisini olasan. Razolatli bo'lsang, razolatni ko'zguda ko'rasan. Singlimizga kattakon rahmat.